Oqsil sintezi jarayoni bu organizmdagi oqsillarni hosil qiladi. Asosan oqsillar aminokislotlar zanjiridan iborat. Ishlatiladigan aminokislotlar va ularning ketma-ketligi har biri alohida belgilab beriladi. Oqsillardagi aminokislotlarning yig'ilishi oqsillarni birinchi bo'lib hujayralarda bo'ladi. Dastlab oqsillarni sintezi hujayrada bo'ladi. Dastlab birinchi bosqichimiz transkripsiya sodir bo'ladi va ikkinchi bosqichda yadroda kechadi. Sitoplazmaning transkripsiyasi jarayoni uchun konversiya qilish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. Joylashgan oqsilni yig'ish, hujayra dinkasi messenjer renkaga aylantiradi. Messenjer renkani yaratish uchun shablon genetik ketma-ketlik bir qismi uzun bo'lib joylashgan bo'ladi. Denka zanjiridagi har bir denka zanjirni o'z ichiga oladi. Komplementarli nukleotidlar asosan adenin, timin, sitozin, guanin fermentlari transkripsiyani boshlaydi. Va bu jarayon asosan renka deb ataladi. Polimeraza bilan birikadi. Nukleotidlarga mos keladigan xabarchi renka bo'lib, asosan tripletlar matrisali renkadagi kodonlar deb ataladi. Demak, tripletlar bu uchlik hisoblanadi. Undan so'ng esa urasil kodonlarni almashtiradi. Ya'ni renkada urasil kodonlarga almashinadi. Matrisali renka qurilgandan keyin o'sha sizning ma'lumotlaringiz aniq fermentlar, intronlar yoki bo'limlarni olib tashlaydi. Oqsil hosil qilish uchun ishlatilmaydi. Fermentlarning qolgan uchlarini undan so'ng birlashtirish vazifasini bajaradi. Eksonlar bilan birga keyin funksional matrisali renkani tark etadi. Demak, o'sha aminokislotalar debdi matrisali renkani funksional matrisali renkani tark etadi. Bunda asosan eksonlar yordam beradi. Tark etish uchun eksonlar yordam beradi. Yadro tarjimasi jarayoni, yadrodagi jarayon debdi. Demak, bunda aminokislotalar yig'ish uchun messenjer renka yordamida kislotalarni oqsilga aylantiradigan strukturani o'qiydigan bo'ladi. Keyin esa ribosoma deb ataladigan matrisali renkaga birikadi. Renka molekulyallar biriktirib olib keladi. Demak, keyin protein yaratish uchun to'g'ri aminokislotalar protein to'liq bo'lgunga qadar to'xtash signali bilan yig'iladi. Ya'ni ungacha davom etaveradi, faqatgina oxirida to'xtash bo'lganda yig'ilib tugallanadi. Yig'ilgan oqsil parchalangandan keyin o'sha bu kodonlar ribosomada uning bo'limlaridan uzoqda, demak matrisali renkaga ajraladi.